Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan YouTube'dagi Baraka Uz kanalining admini Ro'zboya. Do'stlar, Baraka Uzda ko'rayotganlar do'stlar, bittadan like'larni qasrdatib bosib qo'ying. Bugun hafta kuniga 28 hafta kuniga shanba kun sanamiz 28-mart sanasidagi Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi Mirshodi mol bozoridan video taqdim qilamiz. Birinchilar har doimgidek qo'zilar, qo'chqarlar, echkilar, xullas shunaqa narsalar chiqadi. Undan so'ng ho'kiz, ona bola sigirlar chiqadi. Do'stlar, ertaga inshaalloh sotilgan qaytgan avtomobillar, xullas avtomobillar chiqadi. Do'stlar, Baraka Uzni rivojlantirishimiz kerak. Bittadan like bosib, albatta kanalimiz yangi bo'lgani uchun obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Podpisatsiya va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Hammaga omad. Sizlardan padeshga faqat podpisatsiya va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yamiz. Videoni mazza qilib ko'ramiz. Qani unda ketdik. Qani do'stlar, qo'chqar bular aka? Qo'chqarlardan ko'ramiz. Endi qayerdan qo'chqarlari bu aka? Oltinsoydagi. Necha yildan qilyapti bozorimiz? Yili 2018 ha? Yili 2018. Kraskasi toza. Yo'q, kraskasi o'yilib qolgan aka, mana uni qarang. Ha, tulayapti. Necha puldan bo'lib qoldi aka? 47, 4 million 700 dan do'stlar bozor savdosini qilishmoqda, berishmayapti. 4 million 700 dan. Akajon necha pul qoldi bular? 4,5 dan do'stlar bozor savdosini qilishmoqda. Do'stlar, videodan uzoqlashmaymiz. Qo'zilar juda ko'p bozorimizda. Zo'rlaridan chiqaramiz. Videolarimizni maksimal darajada like'larni bosib, Baraka Uz YouTube kanalimizda Baraka Uz deb yozasiz. Bemalol to'liq videolarni ko'rib borasiz. Albatta, ana sizlarga ko'nday turaylik. Ana bu qo'chqarlarimizdan necha pul bo'lib qoldi akajon bu? 52 dan so'rayapman. 52 dan do'stlar, bir joyda so'rashmoqda. Bitta joyda hammasi. Bitta joyda 52 dan 5 million 200 dan berishmayotgan joyidan do'stlar. Albatta, bormi vosita sotiladigan? Aka, bor aka. Telefon nomerni ayting. 95lik. Xo'p. 730 0092. Ana shu nomerlarga telefon qilib bog'lanamiz. Akamiz o'zlariga kanaldan ko'rsatadi. Manzil qayerda? Manzil Dinoda ham bor, Sho'rchida ham bor. Sho'rchida ham. Surxon Chorva aka. Surxon Chorvaga ko'ramiz. Ana. Bozorda bitta shtatim bor. Ana do'stlar, yana ho'kizdan ko'ramiz. Uylanmagan qo'chqarlarni. Aka, necha pul bo'ldi bozorimiz? 15 million. Bozor 11 million do'stlar. Bu akamiz 15 million narx qo'yyapti. Ana 15 million narx qo'yyapti, 11 millionga yo'q deyapti. Ana savdoni ko'ramiz. Necha pul savdo qilyapsiz aka buni? 9 million 4,5 dan ikkalasini do'stlar. 9 millionga yo'q deyapti akamiz. 9 millionga. Hani yana qo'chqarlarimizdan necha pul qoldi tog'a bular? Bular 11 million 400 bo'ldi. 11 million 400 ikkalasi do'stlar. 11 million 400 ga berishmayapti. Mana 11 million 400 ga. Hani yana qo'chqarlarimizdan. Aka, necha pul qoldi bu qo'chqarlarimiz? 7,5 deyapmiz. 7,5 dan narx qo'yyapmiz. Bozor necha puldan qildi? Bozor yo'q aka. Bozor yo'q. 7,5 dan narx qo'yilmoqda. Bozor bo'lsa aytasiz aka. Xo'p bo'ladi. Ana. Telefon nomerini qo'yamizmi? Telefon nomerini qo'yavering. Ayting, endi bozor endi bizda shunda 91lik 906 37 97 nomerlarga telefon qilib bog'lanib olsalaringiz bo'ladi. Bemalol. Bozorimiz bizda shu bo'ladi do'stlar. Ana yana qo'zilardan ko'raylik. Qani tog'ajon bitta ko'raylik. Qayerdagi bu qo'y? Maydasiniki. Oltinsoydagi. Necha puldan qilyapsizlar? Qo'zlar. Aka, qo'zlar necha pul qilyapti? Hozir qo'zlar 4 dan deyapsiz baba. 4 dan aytyapsiz. Bozorimiz necha pul qildi endi? Mana buni 2 million 800 dan so'rayapsiz. 2 million 800. Bermadingiz. Mana bularcha kattalar, urg'achilar. Kattalarni 6 million 900 so'radi. Ikkalasini 6 million 900 ikkalasi do'stlar. 7 million 400 ol dedik. 7 million 400 ga ol. Baraka, lekin yo'q deb ketgan do'stlar. Ana. Ana bu yoqda qo'chqarlar ko'ryapsizlar, zo'rlari chiqqan. Bu tarafda
Ana savdo jarayoni. Necha pul savdo qildingiz aka? 4.900. 4.900 do'stlar. Mana shu qorani, ha? Qorani kichkinasini do'stlar. Savdo bitirgan joyini ayani. Yana qo'chqarlarimizni ko'ramiz. Surxon chorva. Ana. Bu o'tgan yilgi aka. Necha puldan bo'lib qoldi bular? 53 dan ko'taring. 53, 5.300 dan do'stlar bir joyda savdosi bo'lyapti. Berishmayotgan joyi ekan do'stlar, 5.300 dan. Ana. Bormi boshqa sotiladigan? Boshqa sotiladigan yo'q. 5.300 dan do'stlar bozor savdosini qilishmoqda. Qo'chqarlarimizda. Mana. Mana bu yerda qo'zlarimizdan. Bu qo'zlar alohidami aka? Olindimi, sotilyaptimi? Necha pul bo'ldi mana shu katta qo'zlar? 38-36 do'stlar savdosi bo'lishmoqda, berishmayapti. Bular-chi katta to'qlilar. 46 bo'g'ozmi bular? Qisir a? Qisir 46-47 bozor savdosini qilishmoqda, berishmayapti. Mana bu tarafda qo'zli qo'ylarimizdan. Qo'zli qo'ylardan ko'ramiz. Mana qo'zli qo'ylarimiz. Aka necha marta tuqqan bular? Tishini ko'ring. Tummasa, bo'g'oz bo'lmasa. Ana do'stlar. Bo'g'ozi ham bor ekan. Endi yetanaman. Ha, inshaalloh yaxshi niyat. Lekin bo'g'oziga Nechinchi bolalari bular aka? 6 bering aka. 6 demak 5.5 ga ber aka. Men olmayman akama ber. Yo'q, o'zida. Qaysi 5.5 6 savdo bo'lyapti? 200 ming qatib beraman men. 200 demakda, shu 5.5 Ana. Hop. Nima qo'par? Besh yarim. Bormi? Ya farqi yo'q. Birinchi bolasi. Eng yoshida. Yoshmi qara? Qancha ko'p? Eng yosh. Gapim bor. Qancha ekan? Yerda berib, yerkin shuni bormi? Soq mana. Ishini bir ko'ribsiz. Borga aytar. Qo'y ber. Ana. Ana, kelin ushlab ko'rib. Mana. Aka qo'zlar necha pul qoldi? Qaysi biri? Eng arzon shu yerga akajon. Necha pul eng arzon? Mana buni 3 dan deyapman 28, mana bu 4 deyapman 38 dan beraman. 38, 28 dan savdo do'stlar. Hammasi qo'chqar. Qo'chqar. Mana to'qlani Urg'ochi aralash. 4 deyapman 36 qilib beraman. 36 ga beramiz. Bozorimiz necha pul qildi shu to'qlini? To'qlani 31. 31 bozor savdosi. 28 so'radi. 28 unisini. Bekoni 24,5 dan mana bu bilan 24,5 dan do'stlar. 24,5 juda zo'r do'stlar mana. Boysundiki qo'zlar. Boysun bosh chorvoqniki. Bu havosi kelyapti. Ana. Bu yil yaxshi. Bugun bu yil o't zo'r do'stlar. Bormi sotiladigan? Yarim metr o't bo'lib yotibdi. Ismi Adham. Adham aka, bormi sotiladigan boshqa? Molga 80 ta bor. Oladigan daveri odam bo'lsa, kelishtirib berasiz. Ularni oldiga hech narsa emas. O'zim molligini nima qilganman, pul kerak. Sotaman 50 ta 40 ta oladigan. Ayting telefon nomerda. Sal 100 ming 200 ming sal balandroq bozor narxida, chunki bir yer pentakligiga javob beraman. 77 404 94 99. Shu nomerlarga bemalol telefon qilib olsalaringiz bo'ladi do'stlar. Endi bozordan ozgina qimmat deyapti, to'g'risini aytyapti, lekin zo'r. Ana. Surxon chorva. Instagram, YouTube Surxon chorva deb yozasiz. Bering menga, mana men ham siz. Mana do'stlar, sariq bet qo'chqarlarimizdan. Mana. Bir qo'yayım, men qo'yaman. 66. 6600 do'stlar. Qo'yga taylang aytasiz. Bitta javobga, bro. Shu pulni berasan. Mana bunisi. O'rtada.
6 million 600. Bu olmuş o kuşkarlık oldu. Nasıl? Bulamak o nasıl böyle? Vurma. Çıkarmaya bak hayır. Beş var belki de. Yaşlı bekleydi. Su iş kabul seninle ama. Qara bular necha pul bo'ldi qo'zilib qo'ylar? 7 million 100 dan do'stlar. 7 million 100 dan. Yana qo'zilar bizlar. Va qo'zlar necha pul bo'ldi? Katta qo'zlar. Qo'zi 4 milliongacha bo'lyapti. 4 milliongacha. Mana qo'zilib qo'ylarimiz. Bu olindimi? Nechinchi bolalar bor aka? Nechi pul? 7,5 do'stlar. Bir joyda nechi pul qildi aka bozor? 6,5 dan berishmayapti do'stlar. 7 million. Ana qo'zilib qo'ylarimiz. Qo'zilib qo'ylar nechi pul qoldi aka kattalari? 7 milliondan bog' qo'ylab 6 milliondan bo'lyapti. Bir joyda 6 milliondan bir joyda qo'zi katta kichik hammasi aralash savdosi bo'lmoqda do'stlar. Mana kuni torib ko'ryapti. Aka nechinchi bolalari bular? Nechinchi bolalari bular? Bulardagi uni ikkinchi bolasi. Ikkinchi, birinchi bolalari. Ikkinchi ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Yo'q. Nechi pul qilyapti bularni aka? Ular har xil. 62, buni yerga qo'shib Aha. 62 so'ra. 62, 6 bilan 200. Mana buni har bir qo'shib narx qo'ydi. 6 million so'rayapti. 6 million, 6 million 200 har xil bozor savdosini qilishyapti do'stlar, berishmayapti 4 million do'stlar. so'radi. 4 million Bug'ozda? Bug'ozni. Bug'ozda 4 million so'rashyapti. To'g'ri chiqmagan deyapti, birinchi bolasi 4 million. Ana. Berishmayapti. Oh. Ana do'stlar, bug'ozmi aka bular? Nechi puldan qilyapti bug'ozlarni? Qancha? 42 dan do'stlar, bug'oz. Sariq bet nechi pul bo'ldi aka? Assalomu alaykum. Qancha? 7,5 ga berilmagan, 7 million 200, 7 million 300 hozir bozor savdosini qilishmoqda. Do'stlar, birinchi qo'zi deyapti. Ana. Bug'ozmi bu? Yegizmi ekan bu? Nechi pul bo'lyapti aka? 7 bo'lyapti. 7 million. Yegiz. Yegiz do'stlar. Qarasang. Ana. Ana qo'chqar do'stlar, uylanmagan bolalarni uylantiradigan qo'chqarimizdan. Sog'liqmi? O, qoyil lekin sog'liq ekan do'stlar. Sog'liq qo'chqar deb ketgan. Qarasha. O. Torting, ozgina torting. Ana do'stlar. O'zingiz boqqanmiz buni? Akamiz o'zlari boqibdi, lekin juda zo'r ko'ryapsizlarmi? Sog'liqni. Nechi pul qilyapti aka bozor? 8,5 ga bermaydi. 8,5 ga berilmayapti do'stlar. 8,5 arashan deyapti. 8,5 ga berishmayapti. Zo'r lekin. Ana. Bormi sotiladigan boshqa? Bor. Boshqa sotiladiganlari ham bor. Shunaqa kimgadir kerak bo'lsa, albatta so'yishga olasizmi? Boqish yana ham boqaman deganlarga albatta do'stlar. Manzil Oltinsoy Mirshodining o'ziniki bozorda. Telefon nomerini ayting. 91lik 911 0092. 0092 nomerlarga telefon qilib bog'lanib olsalaringiz bo'ladi do'stlar. Ana urg'achilarimizdan ham zo'rlarida ekan do'stlar. Ana. Hani yana buni ertalab 12 million qilgan edik. Tog'amiz narx aytgan edi. Hozir bozor
Yegiz. Necha pulga qoldi? Bitta urg'achi, bitta qo'chqar. 82 ga oldingiz. 8 bilan 200 ga olinibdi. Mana barakasini bersin. Biz ertalab 8 million mana shuni so'ragan edik, bizga bermagan edi. Sizga baraka bo'pti, osh bo'lsin. Mana do'stlar 8 million 200 ga ketdi. 12 million ertalab narx aytgan edi. Mana do'stlar. Yana sizlarga yegizimizdan ko'ramiz. Va mana bu yegiz necha pul bo'ldi aka? Aka! Mangay! Qo'raz aka, buna yegiz necha pul bo'ldi? Yegiz mana buning bolasi. Ha, buni bolasimi? Buni yemayapti. 3 kunlik qo'zi yo'q. O yegiz a sariq bet. Mana sariq buni yeyapti. Sariq yegiz do'stlar. Erkak ikoyi. Yegizni ayting aka, necha pul bo'ldi narxini? 8 million 600 ga bermayapti. 8 million 600 ga berishmayapti. Ikkalasi ham qo'chqar deyapti akamiz. Albatta mana. Mana bular bor. Bular bug'oz. Bular chori, sovuq. Bug'ozmi? Bug'oz do'stlar bular. Bular necha pul qilyapti? Bu yerdachi. Bu ikon bundan 10 pul farq bor. Necha pul qilyapti? 56 dan. 56 dan bermayapsiz. 56 dan berishmayapti do'stlar. Ana. Yegiz qo'ydingizmi? Bundan deyishni xohlaganlaringizdan bor. Izi bor deyapti. Katta mana shunaqa kimgadir kerak bo'lsa albatta bog'lanib salaringiz bo'ladi. Akamiz o'zlarini bemalol telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Akamiz o'zlari kutib oladi. Oltinsoy sayrakmi? Sayrak. Oltinsoy sayrakda. Ayting nomerni. 88 dak 727 727 11 11 76 nomerlarga telefon qilib bog'lanamiz. Xohlasangiz yegizini, xohlasangiz bunizdan olsalaringiz ham bo'ladi. Yana bug'ozlarimizdan ko'ramiz. Ha, sotilmaydi, bo'ldi. Gap yo'q, sotilmasa olib o'tiring. Bug'ozmi aka bular? Bug'oz ekan do'stlar. Yana sizlarga bug'ozlardan ko'ramiz. Necha pul bo'ldi aka bug'ozlarimiz? Bozorda 5,5 deyapti. 5,5. Bozorda necha pul qildi aka? Har xil aka. Necha pul? 52 qildi bir joyda. Bir joyda 52. Ana. 52. Va buni yegizi bormi aka? Mangay. Yegizi bormi buni? Yegizi yo'q. Necha pul qilyapti bularni? Osmon erkak qo'zi. Necha pul qilyapti shuni? Chor qo'y kiyik deb qo'y. Tabiiy mana shunday qilay. Och. Hay. Assalomu. Qanday? Assalomu. Zo'rmisiz? Salom. O, telefonimiz. Bu nechinchi bolalari bular? 1-2. Necha pul qilyapti bozor aka? 7 milliondan do'stlar bozor savdosini qilishyapti. Yegizi ham bormi? Yegizi ham bor ekan do'stlar. 8,5 bozor savdosini qilishmoqda. Berishmayapti ana. Yegiz qo'ylarni ko'proq oyinga topib berib kelishtirib qilib beriladigan joyi bormi yo'qmi aka? Do'stlar, yegizlarni aytayapman. Toqamas yegizlarni ko'proq olganlarga topib beradi akamiz. Albatta kelishtirib ham qilib beradigan joyi bor. Telefon nomerni ayting aka. 87. Xo'p, 848. 87lik 848 0593 nomerlarga telefon qilib bog'lanib olsalaringiz bo'ladi albatta do'stlar. Mana akamiz qo'lni ko'tar. Молодец. Salom deb qo'y. Va necha pul bo'ldi bu? Aka sotilmaydi bular. Ha, sotilmaydi. Boyna eshitmay qolibman. Sotilmaydi dedingiz-ku. Ana do'stlar, yana qo'zilik qo'ylarimizdan do'stlar. Aka necha pul qoldi bu qo'zilik qo'ylarimiz? Bular har xil aka. Necha pul har xilni ayting qani bir. 6dan 7 gacha savdosi bo'lyapti do'stlar, qo'zilik qo'ylarimizdan. Necha pul bo'ldi mana shu qo'zilik qo'y aka? Har xil savdo. Necha pul har xilni bittasini ayting. 7 ga do'stlar to'xtatdi. Ana. Buni bolasimi? Necha pul so'rayapsiz, tog'a? Sotyapsiz. Ha, sotyapsiz. Necha pul? 5,5. 5,5 ga berishmayapti do'stlar. Ha, ko'rdi. Ana do'stlar.
Bu yoqda yana bola echkilardan ko'ramiz do'stlar. Ana bu yoqda echkini ko'ryapsizlar. Mana bu yana bola nechi pul? Akajon? 25. Bozor nechi pul qildi aka? 23. Mana bolasi yana bola do'stlar. Nima aka? Ana bu yoqda echkilarimiz, takalarimiz. Aka takalar nechi pul qoldi bular? Sarkam ekan, sarkalarimiz nechi pul qoldi akajon? 2 milliondan 4 million. 2 milliondan 4 million. O'zingiz ham ketdingizda, lekin bo'lmasa bunday olamiz. Ayting endi. Bular nechi puldan bo'ldi? Men savdoga emasman. Mana bular nechi pul bo'ldi? Bular 3,5 dan deyapti. 3,5 dan narx qo'yilyapti do'stlar. 3 million 100 dan berishmayapti do'stlar. Mana sarkalarimiz. Surxon chorba. Ko'chada bitta oq avli ko'l bor-da. Yozamiz, like, komment yozamiz. Surxon chorba. Mayli aka. Bo'ldi. Hozir shu yerga chiqaman aka. Tog'a nechi pul bo'ldi bu takamiz? 14 ga bermayapsiz-a? 14 ga berishmayapti do'stlar. Semizgana 14 ga berishmayotgan joydan. Qani nechi pul so'rayapsiz? Nechi pul so'rayapsiz? 1 million 600 do'stlar. Mana shu echkimizda, takamizda 1 million 600 so'rashyapti, berishmayotgan joyi do'stlar. Ana ketdimi endi 1 million 600 ga? Sotildi do'stlar, 1 million 600 ga sotildi. Echkimiz. Sotildi. Qani bu taka nechi pul bo'ldi aka? 1 million 300 ming bo'ldi. 1 million 300 do'stlar. Mana shu takamiz 1 million 300 ga berishmayapti. Buni nechi pul aka? Buni gapiring, echkini gapiring, echkini. Aka uloqlar nechi pul bo'ldi, uloqlar? Az. Mana do'stlar, yegiz yana bola nechi pul bo'ldi yegizimiz? 29 million. 29 ga bermayapsiz. 29 ga berishmayapsiz, to'g'ri, lekin yegiz. Ana 29 ga 29 ga berishmayapti. Mana echkilarimizdan uloqlarimiz kichkinalaridan. Va nechi pul bo'ldi buni uloq? 750 bozor savdosi do'stlar, ulog'imizdan savdosi. Ana. Endi qo'zilar qo'ylarga o'tamiz do'stlar. Qo'zilarga imkon qadar qo'zini bemalol ko'rib boqsangiz bo'ladi. Qo'zilardan boshlaymiz. Tog'a nechi pul bo'ldi, tog'ajon? Nechi pul qoldi bular, tog'ajon? 27 dan qo'chqar, ha? Qo'chqar 27 dan berishmayapti do'stlar, ikkalasini bir joyda. 27. Ana savdoni ko'ramiz do'stlar. Savdo bo'lib turgan jarayoni. Qana. 29 qilyapti bu yoq. 29 qilyapti mana qo'chqarimizni hozirgi savdosi. Ertalabki savdo emas, hozirgi savdo 29 qo'chqar do'stlar. Qo'chqar. Ketdi. Nechi pul bo'ldi aka bu qo'chqarimiz? 4 baho qo'yibman. Bozor 32 gacha bozor savdosini qilgan do'stlar. 4 million narx qo'yilyapti. 4 million do'stlar. Qo'chqarimiz. Mana yana qo'zlarimizdan. Qani mana qo'zimiz nechi pul qo'shqamiz aka? Boshqa 2,5. Qo'shqamiz 2,5 do'stlar. Qo'shqa 2,5. Bularchi? 3 dan. 2,5 3. Zo'r. Qo'zlarimiz qimmat, to'g'risini aytish kerak do'stlar. Qo'zlar nechi pul kattasi aka? 26. Ularchi? 25 dan. Ha, 21, 26 qo'chqar. Qo'chqar, qolgani urg'achi do'stlar. Ana savdo. Nechi pulga oldingiz endi buni? 2,5 million ketdi. Qaysi biri? 2,5 ga do'stlar. Ana shu qo'chqarimiz ketdi. Qo'z qo'chqarimiz ketdi. Mana. Pul sanalayotgan joy, ketgan joylari do'stlar. Ko'k nechi pul bo'ldi aka? 22, 27 qo'chqar. Qo'chqar 27 do'stlar. Mana shu qo'chqarimiz
savdosi bo'lmoqda. Ana. Sherbo savdo qilyapti. Ana akamiz savdosini qilishmoqda. Ana bu yoqda yana savdo. Necha pul qilyapti? Bir joyda savdo bo'ldimi aka bular? 25 dan 15 do'lik yo'q deyapti. 25 dan do'stlar. Ana. Yo'q deyapti. 25 dan berishmayapti. Ana. Siz necha pul aytyapsiz endi? 25 dan deb so'rayapti. Men Hop. bo'lmaydi deb turibman. Necha puldan aytyapsiz endi siz? Aytmay turibman. Aytingda, jorilingda bu yoq endi. 27 dan. 27 dan, 27 dan deyapti. 27 dan jorilgan 25. Boshqa haftaga bering endi. Bir nima qiling endi. To'g'ri keltirib. Mana do'stlar 25 dan mana shu qo'chqarlari, qo'chqar, urg'achi, xullas aralash qo'zlarimiz berishmayapti. Vaqti bu. Surxon chorva. Necha pul bo'ldi akajon bular? 3 milliondan do'stlar, 3 milliondan. Ana. Savdo olib turgan joyini ham ko'raylik. Necha pul savdo qilyapsiz aka? Hay, narxi savdo bo'lyapti, narxi. Ha, mana bumi? Necha pul? 3 million 100 mana shu. 3 million 100. Mana shu qo'zimiz. 3 million 100. Olindimi bular? Necha puldan? 36-37 da mana shu 3 ta do'stlar. Olinganlaridan. Sizlarga 36-37 savdosi va olinganlari. Mana. Yana qo'zimizdan ko'ramiz, kattalaridan. Yuzlardan bo'lishni Voy, necha pul bo'ldi mana qo'zlar uka? Qo'zlar necha pul bo'ldi? Aka, meni videogami? Ayting. 36 so'rayapti. 36 dan. 36 dan do'stlar, bir joyda 36 dan berishmayapti. Endi ketdik do'stlar, yana qo'zlardan ko'ramiz. Qo'zlar pul bo'lyapti, qo'zlar do'stlar. Qo'zlar pul bo'lmoqda do'stlar. Ana sariq betni ko'ramiz bu yerdan, sariq bet. Qani akajon, qo'chqarmi bular? Ha, qo'chqar emas. Necha pul bozorimiz qildi? O'zlari 3,5 dan qilyapti. Bozor 3,5 dan bir joyda savdo bo'lsalar, 5 tani savdosi bo'lishmoqda. Siz necha pul narx qo'ydingiz? 4 dan deyapti. 4 dan. Ana. 4 dan narx qo'yilyapti. 3,5 dan bozor savdosini qilishmoqda. Berishmayapti do'stlar. Tog'a bunday turamiz, tog'ajon. Ana. Bir joyda savdo do'stlar. Berishmayotgan joyi. Ana qo'zlarimizdan kichkina variantlardan ham ko'raylik do'stlar. Kichkinalaridan. Aka, kichkina qo'zini ayting. 1,5 do'stlar, kichkinasi albatta, kichkina qo'zimiz. Necha pul so'rayapsiz aka? Necha pul so'rayapsiz? Necha pul so'rayapsiz? 23. Qo'chqara? Urg'achi. Urg'achi 23 hozir savdosini qilishmoqda. Berishmayapti ana. 23 do'stlar. Iziga qaytarib bo'lmaydi-da. Ha, tushgan bo'lishingiz mumkin, hozir iziga qaytarib bo'lmaydi. Do'stlar, mana bu sut qo'ziga nima deysiz? Sut qo'zlar nima deyapti bu sut qo'zlar? Buni qarang, buni. Buni qarang, Bunda nima gap? Mana bu sut qo'zi necha pul akajon? 1 million. 1 million do'stlar. Bozorimiz savdo 1 millionmi? 1 million bozor savdosi. Bular necha pul? Akajon, bular necha pul? bular qancha deyapti? Akamdakalari necha pul bular? Ha? 15 dan do'stlar, 15 dan. 15 dan, 15 dan. Ana. Akamiz akalari sotyapti. Necha pul sotildi oldingiz? 46,5 qo'chqara? Qo'chqar ekan, 46,5 olindi do'stlar. Ana, endi kattalaridan. Necha pul bo'ldi uni akajon? 14. Mana buchi? 14. Ana bu yerda qaysi sotildi akajon? Oy, qaysi sotildi? Necha pul sotildi? Reklama qilib olgan, Instagramda ko'ray, televizorda ko'ray. Mana sizni olayapman mana shu pul sanayotgan joyingizda. Olindi. Necha pul olindi?
4 million 100 do'stlar. Bu bilan kichkinani deyapti. 4 million 100 ga ana o'sha akalarimiz oldi. Mana bunimi? Qaysi birini? Ha, mana bu ekan. Mana bu bilan mana bu. 4 million 100 ga. Zo'r lekin olindi. Mana muxlislar ham bor, hamma bor bu yerda. Ana kichkina qo'shqalarimiz. Voy, qo'shqalar necha pul bo'ldi aka? Tog'a necha pul so'rayapsiz? Oldik. 5 millionga shuni. Ha, 5 millionga 3 ta olindi do'stlar. Qo'chqarman chalasi? Yo'q, qarang. Buni yegiz katta qo'yning bolalar urg'achi. Xo'p. Bu qo'chqarcha. Qo'chqarcha 5 millionga olindi 3 tasi. Ha, 5 million. Ha, 3 ta 5 millionga olindi do'stlar. Buni necha qo'yib beramiz? 1,5. Bunisi 1,5. 6,5 ga 4 tasi 6,5 ga ketdi. Ana ketganlaridan sizlarga. Ana savdo jarayonini yana ko'ramiz. Qana savdo jarayoni necha pul bo'ldi aka bu? 5 million savdo bo'lyapti aka. Qaysi ikkalasi aka? Mana bu ikkalasi do'stlar 5 million savdosi bo'lishmoqda, berishmayapti. 100 o'tyapti. Ana do'stlar. Qo'chqarmi bular? Ikkalasi ham qo'chqar. Ana. Necha pul bo'ldi aka bu? Bunday o'zini bitta olaylik. 950 ga? 950. Qo'chqarmi aka? Urg'achi 950 so'rashmoqda do'stlar, berishmayapti ana. Bunga nima deysiz? 950.